Nega doim uyda notinchmiz ota? Yig'laydi har tun uchun nega onam? Idishlar sinar oilamiz kabi. Nahot sevgi shumi qayg'uda qalbim? Qo'rqaman sizdan garchi yaxshi ko'rsam, onamni qiynamang ucharchaga rosa. To'ladi axir bir kun sabr ko'sa, mehr kutib sizdan muzladim o'zim. Nahot sevgi bu azobmi? Doim qo'rquvda yashagan bola, ulg'ayib bilib xato bu sevgi emas ekan. Dada, dada, ne bunday bo'ldi ayting siz, ko'zlarimga boqing siz, bizda uyqu yo'q dam oling siz. Dada, dada, ne bunday bo'ldi ayting siz, ko'zlarimga boqing siz, bizda uyqu yo'q dam oling siz. Himoya qilsam onamni ne ota, urasiz o'g'lingizni qayta yana. Axir ikki joyda onam to'xtamay, ham ishlaydi ham tayyorlaydi ovqat. Bag'ringizga ottilishi istar edim, afsus qahrli nigoh yetar edi. Bezar to'rt devor uyimiz g'amxona, balki mehriz bordir lek ko'rdim g'azab. Nahot sevgi bu azobmi? Doim qo'rquvda yashagan bola, ulg'ayib bilib xato bu sevgi emas ekan. Dada, dada, ne bunday bo'ldi ayting siz, ko'zlarimga boqing siz, bizda uyqu yo'q dam oling siz. Dada, dada, ne bunday bo'ldi ayting siz, ko'zlarimga boqing siz, bizda uyqu yo'q dam oling siz. Rahmat ota, qanaqa ota bo'lmaslik ko'rsatganingiz uchun. So'z beraman, yaxshi ota bo'laman. Sizni kechirdim.